5 bolada ustonovkamiz oxiriga yetib qoldi. Qimmatga 221 modeldagi eshigimizdan 2 dona, 1 dona, 1,5 qanot shotland eshigimizdan qo'yib beryapmiz. Xo'p, eshigimiz 4.2 qalinlikda, bejeviy rangda. Xo'p, bu yerda daborlarga chiqarilgan. Sanozor qismiga ham. Xo'p, o'qtondan debinki umuman yo'q. Hamdan oldiga otmaganmiz. Mustahkamligiga keladigan bo'lsa, qachonki u buzilayotganda chiqmasa, boshqa payt chiqarib bo'lmaydi buni. Buzib sinib chiqmasa chiqmaydi. Karkas qilib qilingan bu narsa. Juda ham mustahkam. Nimaga akbarisi ishi qimmat? Katsvasi uchun qimmat. Mana shunday debinki o'qili yo'qligi uchun, ertaga chiqib ketib qolmasligi uchun, hattoki mana shu sapajok ham uloq emas, butun seli qilingan. Bu yerda chok qilmaganmiz. Butun bu amdalishka bilan bitta qilingan. Bu ertaga chiqib ketmasligi uchun butun qilganmiz. Duolarda qiyshiqlik ko'p, shuning uchun bu yerda grametka qo'yardik. Hop, oqligiga e'tibor bermaysizlar, bu 2-3 kundan keyin sarg'ayib bejeviga kirib oladi rangiga, eshik rangiga. Bu yerda bandag'ay koronalargacha qilingan, juda ham chiroyli.